Iftor borganda yemasiz ham kuningiz o'tyapti. Ko'rdingizmi? Boshida qiyin bo'ladi-da. Bir kun, 2 kun qiynalib, sabr qilib nafsni ushlab turing kakirtagidan. Bu yog'i rohat bo'lib qoladi. Ma'qulmi? Ammo itoatdan oliyroq martabaga o'tgan inson esa Allohga muhabbatli bo'ladi. U muhabbatini ustun qo'yadi. Itoat emas, muhabbat birinchi o'rinda turadi. Qarang, dunyo bir kam dunyo. Qarang, bir odamda puli ko'p bo'lsa bolasi yo'q. Bolasi bo'lsa, unga sarflaydigan puli yo'q. Bir odamning ayoli soliha, lekin farzandi yo'q. Yana bir odamda qarasangiz, farzandlari serob, lekin bular noqobil. Demak, nuqson, kamchilik bu dunyoda bo'ladi. Bir kam dunyo bo'lishligi siz bilan biz uchun yaxshi birodarlar. Toki shu dunyoda g'am tashvishidan zerikamiz, Alloh taoloning huzuriga ketishlikka oshiq bo'lamiz. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: "Azizligim va ulug'ligimga qasamki, mo'min bandamning jonini olarkanman, men unga rahim qilishni xohlayman. U